Qizli uyiga tog'ora narsalar bilan kelsam, men Monster sredstwalarini ko'tardim-da, shartta kevara qoldim. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, nima qilayotganimni aytib beraman. 3 yillik chirik bosgan qozonni yuvishga tushib ketdim. Qozonni yaxshilab qizdirib olamiz. Va ustidan Monster anti jirlarini yaxshilab sepib chiqamiz. Обязательно qo'lingizga perchatka kiyib, maska taqib olishingiz kerak bo'ladi ish qilishingizdan oldin, chunki baribir qo'limizga shikast yetib qolishi mumkin. Yaxshilab ish qilib, qozonlarni ham yaltiratishni boshladim. Qozonim ham rahmat etadigan bo'ldi, oyijonim ham rahmat etadigan bo'ldilar. Men bo'lsa Monsterga alohida rahmat etaman, chunki ularning sredstwalari juda tez ishlaydi va srazu qozoningizni yaltiratib beradi. Ko'p gapirmay dedim-da, kafillarni ham yuvishga tushib ketdim. Aytgancha, ularda kafillarni yuvadigan, turbalarni yuvadigan har xil sredstwalari bor. Bitta zakaz qilib ishlatib ko'ringlar. Qozonimni ko'rdinglarmi, qanaqa yaltirab ketdi va rahmat etdi.